Kim o? Mümkünmü? Kira qoling. Assalomu alaykum. Yaxshimilar? Tuzukmilar? Sog'liqlari yaxshimi? Bola chaqalar yaxshimi? Qo'shni o'qida? Rahmat. O'zingizdan so'rasak. Shukr, yaxshi. Biz jiyanimiz sizni o'g'lingizga unashtirilgan ekan. Shunga oldingizga keldik, gaplashgani. Shunaqami? Siz tog'asimisiz? Ha. Yaxshi. Bu yigitchi? Bular ham tog'alari bo'ladilar. Xudo shunday qarindoshlar bilan maslahatlashib, to'yni eskicha qiladigan bo'ldik. Shuni xabarini bergani keldik. Voy, o'rgilib ketay. Qani kelinglar, o'tiringlar. Iloyim yoshlarimiz qo'sha qarib baxtli bo'lsin. Amin. Alloh akbar. Xush ko'rdik. Shuvat bo'ling. Ha, Xudo. Axir, sizlarning so'zinglarni yerda qoldirarmidim? O'zimning ham niyatim shunday. Axir, yangicha to'ydan eskicha to'yga nima yetsin? To'g'ri emasmi, Xudo? Oling endi, oling Xudo. O'g'limni ham shunga ko'ndirib qo'ydim. Faqat jiyaningiz ko'nmayapti. Yo'q. Ha, yangicha to'y qilib berasiz deb o'g'limi boshini aylantirib sira qo'ymayapti. Ha, Xudo, bilasizmi? Yosh sharanglarni yig'ib, matafonni chaldirib, tansaga tusharmish. Kelib, ta'sirli joyi shuki, o'zingiz o'ylab ko'ring, Xudo, hammani oldida o'pisharmish. Voy sho'rim. Bay. Shundaymi? Ha. Unday bo'lsa, jiyanimizni bir adabini berib qo'yaylik-a. Voy, o'rgilib ketay, girgitton bo'lay, Xudo, chungan odamni sadaqasi ketsa arziydi. Axir, eskicha to'yga nimasi yomon? Tortishmoqchoqlari bo'lsa, kelin go'shankada o'tirsa, tug'dilari bo'lsa, kelin salomi nimasi yomon? Axir, kelin degan narsa menga, urug'aymoqlarimga ikki bukilib salom qilsin deyman-da. Izmimda bo'lsin deyman. Farasatli ayolni sadaqasi ketsa arziydi. Illa Xudo, siz eng muhim narsani esdan chiqardingiz. Nimani aylanay? Qalinchi. Qalin nima bo'ladi? Voy, Xudo, qanaqa qalin? Qanaqa qalin? Rahmat. Shoshmang. Menga tushuntiring. Keling, o'tiring, gaplashaylik. Axir siz qalin bermasdan eskicha to'qimoqchimisiz? Salomat bo'ling. Shoshmang, Xudo. Qancha so'raysizlar axir ayting. Mana endi o'zingiz keldingiz-da, Xudo. Bu gapingiz boshqada. O'tiring, tog'asi, o'tiring. Masalan, quloq soling. 2000 so'm pul. Yangi puldan. Ha, eski pul qopdi, hozir yangi puldan bo'ladi. 20 ta qo'y. 5 qop guruch. Hop. Mana tog'alar aytganda bir sidadan beqasam to'n. Shuni orasida bizga ham bo'laveradi. Xo'sh. 10 sidradan sarpo. Keyin o'lgan avlodlarga ham bir sidradan sarpo qo'yasiz. Endi ruhlari shod bo'lish uchun-da. Shu mayda chuyda nisholda, pesholda, sabzi, piyoz shu-da Xudo. O'rgilay, Xudo. Axir biz shuncha narsani qayerdan olamiz? O'zingizlar o'ylab ko'ringlar. Xayr. Hay, shoshmanglar. Axir gapimni eshitinglar. Qizinglar menga juda yoqib qolgan. Qiz to'yi yangicha qilaylik degandi. Yangicha qila qolaylik. Tansa o'pish bilanmi? Yo'q. Shoshmang o'rgilay. Meni sharmanda qilmanglar. Axir bitta o'g'lima to'yini yangicha qilaylik. Axir bir-birlarini qattiq sevishadi-ku. Sevishar tog'asi. Rozi bo'lavering. Sevishadimi bir-birini? Qattiq sevishadi bir-birlarini. Juda qattiq sevishadi. Mayli, roziman. Rahmat o'rgilay. Siz nima deysiz? Biz nima derdik? Yoshlar baxtli bo'lsa biz rozida. Baxtli bo'linglar. Xo'p, xayr. Ona qizim, bo'ylaringga qoqindiq, o'rgilib ketay. Jonim bolam, do'mbog'im. Rahmat sizlarga. Rahmat.